Yillik kelinlarni bugungi mehmoni Zuma kelinimiz. Boshlanishi pari to'ralgan dumbalarimizdan terib olib, adekvatni artilgan kartoshkalarimizdan jaydarchasiga qozonga sovuramiz. Keyin qarasam, Ominani yaxshilab ishlatmayotgan ekanman. Piyozni endi siz to'rab berasiz. Piyoz to'raganimda yig'layman-da. Voy, kelinlar ko'z faqat piyoz to'rashdan yig'ladi. Tajli kelinlar mana aldab-sildab piyoz to'ratib, piyozlarni qozonga sovurdilar. Men ham keyin ana sizga deb ichkaridan eng katta bir oylik go'shtlarini ko'tarib chiqibman. Nima endi piyoz ko'tarib chiqyapsiz so'ramang, chunki qancha piyoz ko'p bo'lsa, shuncha suvli bo'ladi. U ham mayli, men buni yozgi kunida qayerdan oldingiz bu qovonani? Voy, qaynanam xolodilnikida yo'narsan o'zi yo'q. Qo'limdagi yarim xolodilnik narsani qaysi birini birinchi so'ray deb dovdirab turdim, katta kelinlarga kelib shart qilib ham qanday yordam bo'lsin deb uyimdan olib kelgan chesnokka garmdorimni qo'shib yubora qoldim. Nima bu? Nonlarni botir yeymiz. Ili. Yin kelinlar iliga baquvvat bo'lsin deyshadi-yu. Perchatkani ustidan uzr taqib olishga necha? Hazil-huzurli qo'yib turinglar, proses seryoznlashib ketyapti. Chunki biz gatovkani oxirgi etapiga kelib qoldik. Tevaropa oshxonalardan topib olgan narsamni olib chiqdim. Shuni shiruvchi mamti zira bor ekan, paprika bor ekan. Men nimaligini harakat tushunganim yo'q.